Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, siz bizlarni mu'min musulmon qilgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Robbimiz bizlarni halol yashashligimiz, haromdan uzoq bo'lishligimiz uchun bizga islom dinini, iymon ne'matini ato qildi. Haromdan uzoq bo'lib, halol yashayotgan, taqvoga intilayotgan har bir mu'min musulmonga Alloh ajrini, mukofotini ko'paytirib bersin. Ba'zan bilib bilmay qilib qo'yadigan gunohlarimizni Allohning o'zi kechirsin. Gunohlar ham har xil bo'ladi azizlar. Gunoh bo'ladiki, banda bilmasdan ixtiyorsiz qilib qo'yadi. Tavba qiladi, yolinib yolvoradi, istig'for aytadi. Kechirguvchi Robbimiz Arhamar Rohimin o'zidir. Lekin shunday gunohlar ham borki azizlar, u gunohning kasofati o'ziga emas, oilasiga ham, balki jamiyatga ham ta'sir qiladi. Bu unday gunohlarda eng yomoni bu zinodir. Bu xiyonatdir. Shuning uchun sizlar bilan bugun biz mana shu haqida gaplashishlikni lozim topdik. Avvaliga bu gaplarni gapirsak bo'larmikin deb o'ylanib ko'rdik. Lekin gapirmaslikdan chora yo'q ekan azizlar. Chunki 21-asr, texnika asri. Hamma bolalarimiz qo'lida telefon. Uylarimizda tolali internet deysizmi, eng tez internetmi, Wi-Fi hamma joyda bor. Eng yomoni internetdan yaxshilikka ham foydalanishlik mumkin. Ammo mana shunday behayo, sharmsizlik ham unda to'lib yotibdi. Bu esa zinoga olib boruvchi eng asosiy vositalardan bittasidir. Allohning o'zi saqlasin. Shuning uchun biz zino haqida gapirishga majbur bo'ldik. Zino keyingi paytda ko'payayotgani sir emas. Xiyonat ham ko'payib boryapti. Buni gapirishga majburmiz. Shuning uchun azizlar, bugun eng dolzarb mavzuda mana shu zino mavzusini bir eshitib ko'raylik-da. Albatta buni qilmayapmiz deb Allohga shukr aytaylik va boshqalarni ham buni qilishlikdan to'xtataylik. Zino aslida lug'atda fujur, ya'ni fojir, jirkanch ish ma'nosida keladi. Ulamolar zinoga turli xil ta'riflarni berganlar. Ta'riflarning barchasini ko'rib chiqilganda zinoni umumiy ta'rifi quyidagicha ekanligi mulohaza qilinadi. Ya'ni oralarda nikohi bo'lmagan, nikoh bor deb gumon qilmagan holda erkak va ayolni bir-birlariga munosabatda bo'lishlari. Mana bu azizlar zino. Nikohsiz turmush, nikohsiz oila. Alloh saqlasin. Mana bu zino hisoblanadi. Zino bu harom azizlar. Zino barcha samoviy dinlarda harom qilingan. Hamma samoviy dinlarda, hammasida, islomdan avval qancha din kelgan bo'lsa, hammasida zino haromdir. Hammasida zino uchun aniq jazolar belgilangan. Islomda ham. Shuning uchun islomda zino eng katta kabira gunohlarning qatoriga qo'shildi. Alloh Qur'oni Karimda zinodan qaytarishdagi oyatlarning aksarida eng katta gunohlar qatoriga zinoni qo'ydi. Masalan, aytadiki: "Astag'izu billah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما." Allah aytibdi. Mu'min bandalarning sifatini, musulmon bandalarning sifatini aytib, ular Alloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar. Ya'ni mu'min bandalar Allohga biror bir narsani sherik qilmaslar va ular Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim ana o'shani qilsa, uqubatga duchor bo'ladi. Qarang azizlar, e'tibor bering-a. Eng katta gunohlar qatoriga zino qo'shilyapti. Bulardan eng kattasi Allohga biror kishini sherik qilish, shirk keltirish. Bu kechirilmas gunoh. Ikkinchisi odam o'ldirish va uchinchisi zino. Uchalasini ham orasida birin-ketinlik bilan buyuryapti. Ya'ni o'zbek tili grammatikamizda aytadigan bo'lsak azizlar, mana shu qaytarilingan gunohlar orasiga virgul qo'yib gap tugallanmasdan oxiri tugallanib aytilyapti. Ya'ni ular Allohga biror bir narsani sherik qilmaslar. Virgul, ya'ni gap tugamadi va ular Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Mana shular birga qo'yildi. Odam o'ldirish qatoriga qo'yib qo'yildi zinoda azizlar. Shunday ekan zino shar'an harom narsa. Bundan albatta qochish kerak. Oyatning davomida Alloh taolo aytadiki:
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ya'ni Alloh haq azza va jalla aytibdiki, kim ana shuni qilsa uqubatga duchor bo'ladi, qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar kuchaytiriladi va u azobda xor bo'lib abadiy qoladi. illa man taba va amana va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahim. Magaram kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli bo'lgan zotdir. Tavba qilsa, solih amal qilsa, iymon keltirsa, albatta uni yomonliklari yaxshilikka almashtiriladi. Lekin mana shu holatda o'lib ketib qolishlikdan Allohning o'zi saqlasin azizlar. Zino bu juda yomon narsa. Zinoni dahshati shundaki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlarki, kim zino qilsa, uning tanasidan iymoni chiqib, tepada soya bo'lib turar ekan. Muhtaram azizlar, tanangizdan bir marta iymonda chiqishligidan ortiqroq musibat dunyoda yo'q. Iymon chiqib turadi deyapti. Iymon tanasidan chiqib tepasiga soyaga o'xshab turadi. Qachon zinodan chetlagandan keyin unga o'sha iymoni qaytadi. Bu yomon narsa. O'sha paytda o'lib qolsa nima bo'ladi azizlar? Axir o'zingiz bu hayotda nechtasini ko'rdingiz? Zino ustida o'lib qolgan, zino ustida boshiga balo kelgan, zino ustida qanaqadir bir falokatlarga uchragan, zino ustida yuragi ushab o'lib qolgan nechtasini eshitdik. Alloh ularning oxirati nima bo'lishi o'ziga ayon, lekin hozirgi hadisga muvofiq uning tanasidan iymoni chiqib turgan edi. Ha azizlar, iymon bilan hayo ikkalasi birga turish kerak. Hayo ketdi, xiyonat kirdi, iymon chiqib turibdi. Albatta zino qilganda hammasini kofir deb atab bo'lmaydi, lekin katta gunohlar qatoriga qo'shildi. Iymonini vaqtincha chiqib kirishligiga sabab bo'lyapti. Shunday ekan azizlar, biz o'zimiz Allohga tavakkal qilib, shukr qilib, halol turmush tarziga o'tib zinodan saqlanmoqligimiz kerak. Zino nafaqatgina o'ziga, balki jamiyatga ta'sir qiladi deb bekorga aytmadik. Zino qilsa azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qaysi yurtda zino ko'payar ekan, qaysi yurtda zino oshkora bo'lib ketar ekan, u yurtga Alloh balo yuboradi degan. Ota bobolari ham eshitmagan kasallik yuboradi deb marhamat qilganlar. Axir buni guvohi bo'lyapmiz-ku. Buni orqasidan quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan kasalliklar, bedavo dardlar mana shu zino orqasidan kelmayaptimi? Qancha yurtlarga balolar zino orqasidan kelmadimi? Qancha zino rasmiy tus olgan, zinoda oshkora qilgan yurtlarni suv bosmadimi? Balolar kelmadimi hayotda? Bir o'ylab ko'ring, qayerlarga balolar bordi? Suvlar toshdi, sunamilar bo'ldi. Hammasi o'sha joyda zino oshkora bo'lgan. Alloh saqlasin. Demak biz bugun zinoni bemalol ko'rib indamasdan o'tib ketayotgan bo'lsak, ha bu o'zi javob beradi qiyomatda deb o'tib ketayotgan bo'lsak, bu juda katta xato qilyapmiz. Chunki uning kasofatiga sizni oilangiz, bola chaqamiz ham qolishi mumkin ekan. Qanday qilib bunga befarq bo'lishimiz mumkin? Kechirasiz, azizlar, biz qaysi yurtda yashayapmiz? Qanday qilib mu'min musulmon yashayotgan yurtda, bitta mahallada fohishaxona bo'lishi mumkin? Ma'lumotlarda falon joyda fohishaxona bor ekan, ushalibdi deb o'qiyapmiz. Axborotlarda, tezkor xabarlarda aytilyapti. Falon bir joyda shunaqa fohishaxona ushlaganligi uchun jazoga tortildi. Axir uni atrofida nahotki inson yo'q? Nahot musulmonlar yashaydigan o'lkada shunday bo'lishi mumkin? Axir bu menga baribir deydigan narsa emas-ku. Buning kasofati hammaga urar ekan-ku azizlar. Shunday ekan, biz bu bilan hammamiz kurashmoqligimiz lozim. Toki bizning yurtimiz halol, pok, mana shunday oilalarni, nasl-u nasabni ehtiyot qilib kelgan ajdodlarning avlodlarimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zino insonlarning nasl nasabini buzib yuboradi. Kima avlodi ekanligini unuttirib yuboradi. Insonlarning yuzidan nurini ketkizib yuboradi. Zinoning kasofati va azobi nafaqat u dunyoda, balki bu dunyoda ham talaygina azizlar. Bu haqda hadislarda vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, zino qiluvchiga 6 ta yomon xislat hosil bo'lar ekan. 6 ta kasofati bo'lar ekan zino qiluvchiga. Bu 3 tasi bu dunyoda, 3 tasi u dunyoda.
Zinokorga bu dunyodagi uqubati birinchisi uni yuzidan nur ketib qolar ekan. Bir qarang-a, zinoni bemalol qilib yurgan odamlarning yuzidan nur ketib qoladi. Ikkinchisi uni rizqi kamayadi. Uchinchisi umrining barakasi bo'lmaydi. Hayotida baraka bo'lmaydi. Chunki u harom ichida yashayapti. Endi u dunyoda esa 3 ta yana uqubat bor. Eng birinchisi u dunyodagisi Allohning g'azabiga uchraydi. Ikkinchisi uning hisob kitobi qattiq bo'ladi. Uchinchisi unga qattiq azob tayinlanib qo'ygan. Qattiq azobga giriftor bo'ladi. Ana azizlar, zinokorga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Az-zina yurithul faqr. Zino kambag'allikni meros qoldiradi degan. Qarang azizlar, yana bir hadislari bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, bir hadislarda ikkita narsa bor, hech qachon ikkalasi birga turmaydi. Bu zino bilan boylik dedilar. Mana shu gapni gapirsak juda ko'pchilik kinoya qiladi. Ayni mana shuni buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar, ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi, boy bo'lib yuribdi-ku. Aziz birodar, siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi? Bu ham bir boylikni ko'rinishi, lekin shoshilmang, hali undan ham ayriladi. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam. Va narigi yuqori hadisga muvofiq Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam az-zino yurithul faqr, zino faqirlikni, qashshoqlikni meros qoldiradi dedi. Atrofingizga bir qarang-a. Man deb kazo bo'lib yurgan, lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarda qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi. Qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik. Unga o'sha otasi, onasini zinosi. Shuning uchun azizlar, bu zino kasofat. Bundan qochish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ya'ni Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar, albatta u fahish ish va yomon yo'ldir. Oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Va la taqrabu zina deyapti. Zinoga yaqinlashmang. Zino qilish u yoqda tursin. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang. Nimaiki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, shundan o'zimiz olib qochishimiz kerak. Bu zinoga olib boradigan narsalarning juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi. Bu bittasi internet. Bittasi mana bu fazoyi antenalar, sputnikli antenalar deymiz. U orqali qancha narsalar bo'lyapti. Nomahramlarga qarash, bu ham bor. Mana shunday bir xiyonat ko'chasiga kirish, telefon, telegramma, hammasi sabab bo'lishi mumkin. Bu zinoga olib boradigan vosita. Sababchi bo'ladi, zinoga yaqinlashtiradi. Bu shunday bo'lyaptiki azizlar, keyingi paytda oilali odamlarda zino qilib xiyonat qilayotganiga guvoh bo'lib qolyapmiz. Kechirasizlar-ku, biz nechta oilalarni bir-biri bilan yarashtiramiz. Xiyonatchi ayollarni ham ko'ryapmiz. Telegram orqali kim bilandir birinchi gaplashgan, u adashib xat yozib qo'ygan, nomahram bilan telegramma yozishgani qaysi iymoningiz yo'l qo'ydi? Bahonasini qarang. Biz aytayapmiz, "Ey singiljon, ey qizim, nahotki turmush o'rtog'ingiz bo'la turib nomahram bilan telegrammada gaplashib, tanishib zino qilasiz. Qanday degan gap bu desiz? Ha, meni 2 yildan beri erim safarda yuribdi-da." Astagfirulloh. Kim sizga bu fatvoni berdi? Kim? Momalarimiz, onalarimiz qanday bo'lgan? Eri urushga ketganda yillab erini kutib, hatto olamdan o'tdi, ering o'ldi degan qora xat kelganda yostig'ini tagiga tiqib qo'yib, "Mani erim o'lmadi" deb kutib 30 yillab yashab o'tib ketgan onalarimiz bor. Ular nimaga zino qilmadilar? Chunki ularning hayosi bor. Ularning iymoni bor. Xiyonatga hech qanday uzr yo'q. Men bilmabman, meni uzrimni qabul qiling. Menda ham nafs bor. To'g'ri? Hammada nafs bor. Lekin siz mu'minasiz, siz musulmonsiz. Yoki bo'lmasa, u uzoqqa borib olgan odam biyoda ayolini hijronga qo'yib qo'yib, o'zi u yoqda zino qilib yuribdi. U ham u yerda harom qilib yuribdi. Pul topaman deb o'ylayapti, lekin topolmaydi. Baraka yo'q. Chunki zino bilan boylik ikkalasi birga turmaydi dedilar Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Yo zinoni tanla, yo boylikni tanla dedilar. Demak, zino qilyaptimi? U ovora bo'lmasin. U boy bo'la olmaydi. Xiyonat, zino uni yaxshi, boy, badavlat, baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi.
Shuning uchun bu narsadan qaytishimiz kerak. Va zinoga olib boradigan yo'llardan eng birinchi saqlanishimiz kerak. Bu yana bir karra yoshlarimizga qarata aytamizki, sizni hayolingizni chalg'itadigan, zinoga olib boradigan narsani ko'rdingizmi, ko'zingizni olib qoching. Aslida nomahramga birgina qarab qo'yishlikdan ham qaytargan bizni dinimiz azizlar. Nomahramga qarashdan qaytargan ekan, biz internetda yoki boshqa holatlarda behayo, sharmsiz narsalarni ko'rishlik umuman gunoh. Bolalarimizga bir qarab qo'yishimiz kerak. Nima qilyapti ular? Allohdan qo'rqsin. Alloh ko'rib turganligini, buning uchun azob borligini, iymoni o'rtada turganini o'ylab qo'yishlari kerak. Nomahramga qarashlik deganimizda ham hozir ko'cha-ko'yda kechirasizlar-ku, boshqalarni ayoliga qarayotganda ko'zni olib qochish kerak. Mo'min musulmon odam ko'chada yurganda qarshida ayol kelayotganda bu kimnidir onasi, kimnidir opasi, kimnidir qizi, singlisi, umr yo'ldoshi degan o'y bilan ko'zini olib qochsin. To'g'ri, bu hayot ekan, kimgadir muloqot qilamiz, ko'zimiz tushadi, lekin shahvoniy hirsdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga sahobalar ko'zimiz tushib qolsa nima qilamiz nomahram ayollarga deganda, ko'zingni nazar ustiga nazarni yo'naltirma, ko'zingni olib qoch dedilar. Bu musulmonlik odobi, bu mo'minlik odobi. Agar siz mana ham ayolim, mana ham opam, singlim, qizim bor deyotgan bo'lsangiz, ularga sizni boshqalardan shahvoniy hirsi ila gunohlar to'lib ketgan ko'zlarni tushishligini xohlamasangiz, siz ham ko'zingizni boshqalardan saqlang. Bu zinoga olib boradigan vositalardir. Zino bu jamiyatni tubanlikka olib keladi. Zino jamiyatga tuzalmas kasallarni, balolarni olib keladi dedik. Shunday ekan, bu narsadan hammamiz saqlanmoqligimiz kerak. Azizlar, zinodan qochaylik, halol turmushga o'taylik, taqvodor bo'laylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning tarbiyalari mana shunday edi. Sahobalar shunga amal qildilar. Oilada nikoh bilan turmush qurib, er va xotin bir-biriga muhabbat va sadoqatda turdilar. Hech qachon gumon bo'lmagan. Mana erim, mana ayolim xiyonat qiladi degan narsa bo'lmagan, chunki taqvo bo'lgan, Allohdan qo'rqqan. Hozir esa ko'pchilikda gumon, chunki bunaqa narsa ko'payib ketdi. Shuning uchun biz qachoniki har birimiz o'zimiz to'g'ri bo'lsak, qalbimiz pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsak, inshaalloh bu yurtimiz avvaldan mana shunaqa harom harij ishlardan, mana shunday zino va xiyonatlardan xoli yurt bo'lgan. Mana shunday bo'lib qoladi inshaalloh. Buning uchun hammamiz mas'ulmiz azizlar. Alloh bizlarni halollikka, ezgulikka, taqvoga boshlasin. Ilm xazinasi